Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 1 qismining davomini anglatamiz. Bu yer yutqurlarning zulmidan qutuladigan ish bo'lsa, baratmi changi barg'ay. Men bu yolg'iz o'g'limni o'ltaga tutdim. Bağla turib ketsin. Sizga bağning keragi yo'q. Hay bo'lmadi. Yamanlikdan o'zingga hamroh bo'lg'ay. Sensa qo'lingni qonga palturmoqchi ekansan-da. Aytinglar-chi, endi qanday qilamiz? Bularning qala harvisida to'shqon tutilganligini unutib qopti u go'vat. Tömür akamning qabrisiga qarab bosib o'tgan. U qabrdan hilimi daryo hasrat nadomat yoshlari itib turibdi. Yig'idan qechib yiqilib o'lguncha maydonda erishib o'lgan yaxshi. Ben bir tomchi qinim qog'ich so'qishiman. Düşmanga el bo'ladigan xo'jin yo'q. Texi onasini qarib yerga tushmadi. Xo'janiyaz hoji qo'llarini tiziga qo'yib xayol surib o'ltirganda Abduniyaz Mirab. Ha, hojim. O'zlar nima deydilar? Hoji hammalarga tekshir qarab chiqib mundaq deydi. Endi bu ish yo'qmaydi. Qo'moldagi cheriklarni yo'qotdik degandimi? O'rimchidan cherik kelishi turganligi. Majun yig'ni chillab kelishdan boshqa chora qolmadi. Nima degan bilan uning bilan bizning dinimiz bir. Qiblimiz bir. Hay. Shu Majungying deganlari bizga go'pa qilurmi? Go'pa qilmasa o'z beshini ye. Ular yana bir oz talash tartish qilishgandan keyin oxir Majungyingga sovg'a salom bilan vakil avatish qaroriga kelishdi. Shuning bilan birga Majungying kelgandan keyin shaharga birlikda hujum boshlash. Onungacha barliq kuchlarni 3ga bo'lib, Sali Dorg'i bilan Qosim polvon Shopul tarafda. Abduniyaz Mirab bilan Sodiq Qo'rmol Nerinkir va Turkul tarafda mudofialanib turish. Xo'janiyaz hoji O'rimchi tarafdan keladigan cheriklarning yo'lini to'sib, zarba berish degan planni tuzishdi. Shopuldan ketadiganlar ati juma namozini o'qib bo'lib yo'lga chiqish tayyorligiga kirishib ketdi. Biroq Әтсі tuyuqsiz yuz bergan bir vaqa ularni yo'ldan to'sib qo'ydi. 9-bob. Qabristonlikdagi fojia. Men o'lsam, o'likimni tog'da qo'yinglar. Tog' yo'li yiroq kelsa, bog'da qo'yinglar. Yuzimni qirdi sayon ochib qo'yinglar. Beshimga bir dasta gul sanchib qo'yinglar. Qumul xalq qo'shiqi. Qiya tog' etikidagi bir parcha to'sonlikda tosh to'pa va kesakdan qo'pirilgan cho'ng kichik qabrlar qad ko'tarib turadi. Ba'zi qabrlarning beshiga qo'tas quyrugidan tug'lar qadalgan. Ba'zilarining ustiga qo'shqar yoki orqarlarning bosh sumaklari qo'yilgan. Bu narsalar qabristonni qancha surliq qilib ko'rsatsa, mayin tog' shamollari bilan dimoqqa urilib turadigan yovi giyohlarning xushburoqlari ko'ngilga shuncha huzur beradi. Shu qabristonlikning eng chetidagi bir qabra to'pisining yengiligi va atrofiga qo'pirilgan chunchisining chiroyliligi bilan ko'zga tashlanib turadi. Bu Namlik Niyozning qabrisi edi. Jamoat namoz jumaga o'ltirishib ketayotganda oq kiygiz qalpiqini ko'zigacha cho'kirib, o'ziga uzun kelib qolgan astarlik qora tonning pashlarini beliga qistirib olgan chiroyli bir bola oldirash kelib, shu qabr oldida to'xtadi. Turli tuman tog' chechaklaridan tuzilgan bir guldastani qabr beshiga asta sanjib qo'yib,
o'zi yukinib o'tirdi. Uning qizil gulning tikinidek qayrilma kirpiklarida shabnam donchilaridek yosh tomchilari parqirab turadi. U sanjib qo'ygan guldasta bo'lsa, quyosh nurida jilvalanib, goh bahor yomg'iridan keyin bulutlar orasidan yaltirab chiqqan Hasan Husanga, goh o'zini oftobga selayotgan tovusning parlariga o'xshib ketadi. Bola qabrdan bir siqim tuproqni ilib, uni asta yuz ko'ziga surtdi. Yuzini qabriga yiqib, ko'z yeshi qilishga boshladi. Birdala orqa tarafdan oyoq tevishi anglanib qoldi. Bola cho'chib o'rnidan qopdi. Kirlishib ketgan mata ko'ngligining yoqisi yirtiq. Yalang'och bir bo'g'ay yalang'och qilishda tayinib daldanglab kelmoqda edi. Bola bir qarabla uni tanib oldi. Bu Manglik Niyozning dadasi So'pi Markan edi. U bolaga yaqin kelib, yashangrab turgan ko'zlari bilan birdan qarab turdi-da, qilichini tashlab, "Voy jinim qizim, bu o'zlashganmi? Nima deb o'g'ilchasini oldilar?" deb uni bag'riga besib, silib yig'lashga boshladi. Bu bola aynisa qiz edi. Umu So'pi Marganga qo'shilib, o'ksib yig'lashga boshladi. So'pi Margan yig'isini to'xtatib, birdilla shunday qattiq va g'alati qiyofatda kulishga boshladi-ki, aynisa qiz qo'rqib ketib, bir qadam orqaga tortdi. Uningga hayronlik bilan qarab, nima deyishini bilmay qoldi. Bo'vay hamon kuladi. Kula o'zini Manglik Niyozning qabrisi ustiga tashlab, ham yig'laydi, ham kuladi. Aynisa qiz shu chaqdala bo'vayning aql hushini yo'qotib qo'yganligini sezib qoldi va uni uyiga elib ketish niyatida bo'lsa kerak, qo'ltiqidan yo'lab turg'izmoqchi bo'ldi. Bo'vay qizga qarab, "Qichqarsana bolam, qichqarsana. Uyg'onadi." "Ha, bo'pti. Uzatasizlar. Men qichqiray. Manglik. Qo'p bolam. Uxlaveram sen. Aynisa qiz keldi. Seni qishqarg'ini keldi. Chaqqan qo'p. Bu yerda do'rg'anmi yo'q, mollammi yo'q. Nikohinglarni o'zim o'qib qo'yaman. Qodir Xudo bilan Muhammad Mustafa guvoh. Do'rg'an bizni gadoy degan bilan Aynisa qiz gadoy demaydi. Shundaqmi qizim?" Aynisa qiz bo'vayning rastalla oynib qolganligiga gumoni qolmasdan ko'zlaridan taram yosh oqizib turib, "Yursilar, bu yerdan ketaylik", dedi va uni butun kuchi bilan yo'lab turg'izmoqchi bo'ldi. Biroq bo'vay yana birdilla qaqoqlab kulib, o'zi o'rnidan dast qo'ydi va oyoq ostida yotgan qilichini qo'liga ilib mundoq dedi: "O'zlami do'rg'anlarning gapini anglab qoldilarmi? Vaqliq tirilsa, sizlar yana shira ko'ruq bilan qolsizlar demdilar. Ular vaqliqni tirildirolmaydi. Men Shomaqsning arvohini chipib 90 poch qilib o'taman." Bo'vay shu gaplarni qilib o'tib, qilichini allaqayoqlarga tanglab shiltishga boshladi. Aynisa qiz qo'rqindan titrab ketdi. Dal shu chaqda juma namozidan yongan jamoat tuproq beshini yo'qlab o'tish uchun qabristonlikka kelyotdi. Aynisa qiz ularni ko'rib, bu yerdan ketishga oldiradi. Bo'vay ularni ko'rish bilan teg'imi qaynab, so'zib vorqirashga boshladi. "Ey! Kelinglar! Chaqqan kelib, buni ko'ringlar! Men Shomaqsni 90 poch qilib o'tdim. U endi tirilmaydi." Hech kim So'pi Marganni bunday qiyofatda ko'rmagan. Uning bunday qattiq varqirab gap qilganini anglamagan edi. Shunga jamoat hayron qilishib uning oldiga yugurishdi. Hammadan burun Xo'janiyaz hoji uning oldiga keldi. "Sizga nima bo'ldi, So'p aka? Bu qilichga isilma. Bu Temir akamdan qolgan qilich. Bu Shomaqs bilan Chendorimning beshig'i tekkan qilich. Bu qilichni Manglikni tutolmay uxlab qoldi. Endi buni sizlar nima qilsizlar?" Abduniyaz Mirab yaqin kelib, "So'p aka,
yo'chilli bo'p qolsan, uyga berib orom olsin ha. Hey, Abduniyaz, sen Şamaqsutning pishvigi. Men yo'chin bo'p qolmadim. Sen yo'chin bo'p qolsan. Qara, chopa kiyibsan go, ha? Şamaqsutga qarliq tutatamsan ya. Uning arvohini 90 parcha qilib etdim. Endi o'tirilmaydi. Ondaq bo'lmag'ir gaplarni qilma So'paka. O'zing soxta qilasan-ku, tuzuk gap qilsana. Manglik balimiz uchun hammamiz qayg'urdik. Qanday qilamiz? Allohning irodasi shu ekan. Yo'q, manglik balim uchun qayg'urmanglar. U o'lmadi, u tirildi. Ammo Şamaqsut tirilmaydi. Uni kim tirildirman desa, bu qilich. Ha, mushu qilich bilan shuning beshini olaman, kallasini olaman. Anladinglarmi? To'p ichida g'udun gaplar boshlandi. Kimdir biri, So'pamergan to'g'ri deydi. dedi orqadilla. To'g'ri. Vanglar qurib ketsin. Bizga vangning keragi yo'q. degan ovozlar yangrab ketdi. Qo'y qo'riqlar bilan qoplangan peshonasi oftobda kuyib qaridab ketgan bir qatmal dehqon ko'tarinki ovoz bilan Abduniyaz Mirabga mundaq dedi. So'pamerganni oynib qopdi da'vatamda. Oynib qasima qolgandi bu bechora. Bola dadi yomon. Dunyolikda tikandek bir tal bolasining dadini qandoq untig'ay. Ammo uning nimalarni da'vatqinini angladinglarmi? O manglik boladan ayrilib qolganiga bir hassa qayg'ursa, vanglikni tirildirimiz deganinglarga o'g'zi qaynab, o'ti yerlay da'vatidi. Vanglikni o'rniga keltirimiz deganinglarga bizmi rozi emas. Bizni to'mir chorva bilan Tarxon jasoqliqning dardini yana tortqaydamsizlar. O'ylab ish qilasizlar. To'g'ri deydi. degan ovoz yangradi. Abduniyaz Mirab yalt qilib Sodiq Qo'rmolga qaradi. To'g'ri, gapinglar to'g'ri. Şamaqsut o'ldi. U hargiz tirilmaydi. Nazar degan atgunchash Urumchida. U endi qumulga kelolmaydi. Hukumatmi uni avatmaydi. Nazarning o'g'li Bashirchi, u texa hayotqo. To'g'ri. Bashir texa hayot. Ammo u haroqkash bizning ishimizga qo'l tiqolmaydi. Hey! Ular qo'l tiqmagan bilan pul tiqirgan-ku. Sizlar uning puli bilan nima ish qilmoqchi? Ha? Yanzudan Majuningni akalmoqchimi? Hey hoji, To'mir akamga Qur'on tutib berib, uni qiltaqi dalsatgan heliqi lidorini unutib qoldingmi? Yo'q, unutmadim aka. U lomodini qanday unutg'ili bo'lsin. Ammo hozirgi ahvol uningga o'xshamaydi. O chog'da Vang'o'jilar bilan Yangjangjong bir edi. Tungallarning cho'ng'lirimi Yangjangjong tarafga o'tib ketgan. Hozir Yangjangjongning qamchisi Vang'o'jilarningmi, Tungan qarindoshlarningmi beshig'ida edi. Hozir hammalarning umidi cheriklarning zulmidan qanday qutulish? Vang'liq o'rniga kelsin degan so'z cheriklarni qo'g'lib o'tib, yurtni o'zimiz so'raymiz degan bo'ladi. Kim Şamaqsutning o'rniga Vang bo'lman deydigan bo'lsa, hammadan burun men uningga o'q otaman. Orduning chorvalari bilan terilg'i yerlarni qanday qilsizlar? deb so'radi yiliqi qatmal dehqon ojiga tikilib turib. Oji bu savolga nima deb javob berishni bilmagandek o'ylanib qoldi. Andin qo'lini qattiq shiltib mundaq dedi. Agal, mavi yer yutqir zolim hukumatni qutulaylik-ku, keyin bir gap bo'lar. Ammo qandoqli bo'lsa, zolim hukumatning bo'yin turqidan qutulib, Bag'ojilarning nuqtasiga tutilgan ish bo'lmaydi. Oji, bu gaplar rasmi. dedi So'pamergan xuddi ruhiy holatida hech bir o'zgarish bo'lmagan kishidek uningga diqqat bilan qarab. Shuninggacha gap qilishga fursat topolmay turgan Salidorga So'pamerganga yaqinroq kelib, "Hojiga ishansizlar, bizga ishansizlar So'pa aka." So'pamergan atrofdagi odamlar to'piga tekshir qarab chiqdi. Yuzlagan ko'zlar uning og'ziga tanmirib turgandek ko'rinadi. U qo'lidagi qilichni to'g'risiga tutib turib mundaq dedi. "Mushu qilich o'rmiti uchun hojiga Salidorg'imi ishinay. Bo'pti, ishansam ishinay. Ammo bilib qo'ysizlar. Bu To'mir akamdan qolgan qilich. Mana qarsizlar, uning dastisida
Tömür xalpining burk cho'ngilidek qattiq barmoqlarining izi bor. Men bu qilishni manglikka bergan edim. U o'g'il bola edi. Bu qilishni dardlashtirmay tuta olmaydi. Bir jodugar onunga doğru behush berib atgan o'xshaydi. U uxlab qoldi. Endi bu qilishni dardlashtirmay tuta olmaydigan er bormi? Zot bormi? Ba! Menmi ba? Menmi shu? Hammamiz ba! degan ovozlar yangrab, 10 necha yigit to'pning oldiga o'tdi. Sopaka! dedi ulardan to'rttasi kelgan qizil yuzlik bir yigit. Rahmatlik Manglik Niyaz inimizning o'rniga men baray. Bu qilich mening qo'limda turib, datlashib qoladigan bo'lsa, Tömür xalpi bilan Manglik Niyazning qizil tirniqi qiyomat kuni mening yoqamda bo'lsin. Bu Xo'ja Niyaz hojining jangchilaridan Mirol degan yigit edi. U gap qilayotganda ko'kshirak ko'zlari ixtiyorsiz yoshga to'ldi. Uning ovozimi titragandek chiqadi. Otangga rahmat Mirol. Bu qilishni tutishga sen munosib. So'pi mergan. Hojim ishongan yigitga menmi ishonaman. Tut balam bu qilishni. deb qilishni Mirolning qo'liga tutqizdi. Xo'sh, tuqqanlar. Dedi-da, nihoyatda holsizlangan holda Manglik Niyozning qabrisi tarafga daldanglab ketib o'tib, yupli qilib o'ngisiga yiqildi. Xo'ja Niyoz hoji bilan Solidurga darhol kelib uni yo'ladi. Biroq uning yashanqirab turadigan ko'zlari yumilib ketayotdi. Shishidek suzuk osmondagi yoz quyoshining oltin nurlari uning qo'riq besib ketgan yuzida jilvalanib turadi. Nayin tog' shamali uning kumushdek yiltiroq uzun soqolini asta yaltib o'tmoqda edi. Sobaka! Sobaka! Sizga zada nim bo'ldi? Ko'zlarini ochsana, biz! Boy texichili jin yotadi. Solidurga yigitlarni uni ko'tarishga buyurdi. Yigitlar masjiddan meyit yuyadigan taxtini akilib, so'pi merganni Solidurg'ining uyi tarafga ko'tarib mangdi. Hammasining orqasida ketayotgan Abdin Yazmirab yenidagi Sodiq Qo'rmalga asta pichirladi. Hey, bu haqning paylini ko'rdilarmi? Xo'ja Niyoz bayada atogin bizga gap tegmaydigan o'xshaydi. Majuningni chaqqaroqchilab kelmasak bo'lmadi. dedi Sodiq Qo'rmalmu Abdin Yazmirabning qo'liga pichirlab. 10-bob Satqun. Bu odam sotdi o'z sabdishini. Sotdi o'z yo'ldishini. Sotdi oltin deganga selib, sabdishining qonliq kesik beshini. Nazim Hikmat. Qabristonlikdagi fojiadan keyin bir hafta o'tganda shahar yo'lidagi birinchi o'tkalda qorovullikda turgan yigitlar Solidurg'ining uyiga ishki mehmon boshlab keldi. Ularning biri xushbichim, qora soqol, burdi o'ziga bakmi yarashgan, qizil yuzlik, tog'liqlarga nisbatan nihoyatda puzur kiyingan 50 yoshlar chomisidagi bir odam edi. U mingan chilam to'riqning egar choptiqlarimi odatdagi puhralarda kam uchraydi. Yana biri o'riq qarchong'i mingan, xizmatchi kiyimi kiygan oddiy yigit edi. Bu mehmonlar Solidurg'ining darvozasi oldida to'xtab, otdan tushish bilan ushoq bolalar ularning cho'risiga o'lishib olib pichirlashga boshladi. Hey, mava odam beglardan o'xshaydi. O'chkini qara, aynakdek paqiraydi ekan. Qora, qomchisining sepiga qara. Buyliqning ko'zidek porqirayotgan nima u? Hey, kalva, shunimi bilmamsan? Og'ich xinimlarning bo'kiga qadaydigan chintosh degan nima shu? Shu arada Solidurg'i bilan Qosim polvon ho'ylidan chiqib mehmonlarni qarshi oldi. Ular ko'rishayotganda yana bir bola yenidagi hamrohiga pichirladi. Hey, ko'rdingmi? Qo'lida uzgi borkan texi. Tova, o'rlami uzuk soladi-ku-na? Beg xo'jalar bilan savdogar baylar shunda qiladi. Sening apangga o'xshash. Osta gap qil, o'nglab qolmasin yana. Ha. Balalar gapini qilayotgan bu odam 12 tog'ning biri bo'lgan Edir degan yurtning Sodiq Durg'isi Abdurahim Durg'i edi. U yosh vaqtida Temir xalpi yig'ilqiga qatnashgan.
amaliyotda qo'zg'olonchilarning ichida turib Shah Maqsudga xizmat qilganlikdan qo'zg'olon besiqtirilgandan keyin to'rg'iliq mansibiga erishgan. Hukumat taraf uningga payjonliq amalini bergan. Biroq 1930-yili atiyozda Shah Maqsud o'lgandan keyin Jinshurun hukumati Vangliqni amaldan qoldirish siyosatini jiddiy yurgizishga boshlaganda, Abdurahim Durg'a Vangliqni himoya qilguvchi bek xo'jalarning sepiga qo'shildi. Hatto faol sur'atda maxfiy harakat boshlaydi. Buni yo'lvoz sezib qilib, Liu Sijangga chiqib qo'ydi. Liu Sijang uning mashhur Sulaymon bekning o'g'li ekanligini nazarga elib, ig'ir jazo berishga jur'at qilolmay, uni pichonga surgun qildi. Abdurahim Durg'a pichondan Liu Sijangga to'g'ri nomalar yezib xizmat ko'rsatish fursatini berishni talab qildi. Ochiqdan ochiq mundaq deb yozdi. Anglasam, 12 tog' qo'zg'ilib ketibdi. O'tni o't bilan o'chira olmaysiz. Chantoning tilini chanto o'qidi. Tog'chining xuyini tog'chi biladi. Menga fursat bersangiz, tog'chilarning cho'nglarini ikki ig'iz gap bilan oldingizga akilib beraman. Liu Sijang qo'zg'olonchilarni na kuch, na pul bilan bosh egdirolmay, beshining ichimi, teshimi qetib turgan kunlarning birida Abdurahim Durg'aning o'sha gaplarini esiga elib, uni darhol qumulga chaqirdi va uning oldiga necha ming sar pulni qo'yib, qiynamsa, hunaringizni bir ko'rsatmamsiz, dedi. Hozirgi kunda Abduniyaz Mirab, Xo'janiyaz Hoji qatorliq qo'zg'olon boshliqlarining shu pulda, ya'ni Solih Durg'aning qishida ekanligini aytdi. Shuning bilan Abdurahim Durg'a o'zining hunarini ko'rsatish uchun bugun bu yerga kelgan edi. Biroq uyga kirar-kirmayla Solih Durg'adan Abduniyaz Mirabning ori turibga, Xo'janiyaz Hojining sharlar teg'i tarafga ketganligini anglab, "Abla, ketkib qopdiman" deb o'yladi-da, ondan "Xayr. Agal, Solih Durg'a degan siriq soqolliq tarsani aybashga keltirsammi cho'ng gap" degan xiyol bilan shu pulda 1-2 kun turmoqchi bo'ldi va choy ichib o'tirib, o'zini Manglik Niyozning vaqtsiz qazoga uchirganligi munosabati bilan hol so'rab chiqqan kishi qilib ko'rsatib, bir muncha gaplarni qildi. Durg'a ma'qul ko'rsa, Agal so'pi marganni yo'qlab kelsak, ondan tuproq beshig'i chiqib, marhum Manglik bolaning ruhiga Qur'on o'qib qaytsak. Solih Durg'a bu taklifga qo'shildi va uni so'pi marganning qishig'i boshlab kirdi. Margan yelimi bitap holda Solih Durg'aning hovlisidagi bir uyda yotadi. Abdurahim Durg'a Qur'on Fatihasi qilib hol-ahvol so'radi. Biroq so'pi marganning uningga javob bergudek holi yo'q edi. Shuningdan keyin Abdurahim Durg'a uning qishidan chiqib, Solih Durg'a bilan Qosim polvonning hamrohligida yiliqi qabristonlikka keldi va arvohlarga bo'libmi Manglik Niyozning ruhiga atab shundoq mungluq qiroat qildiki, Solih Durg'a bilan Qosim polvonlar ixtiyorsiz ko'zlariga yosh oldi. To'qsin Pugan degan munofiqning hojiga qasd qilishida yo'lvoz tozning qo'li bor deb o'ylayman, dedi Abdurahim Durg'a qabristonlikdan qaytib kelib o'tib. Ilohim, bu tozmo yaxshi kun ko'rmas. O'rni kim ko'lsa o'zi tushur. Shundoq emasmi? Yo'lvozchi, u nima qilib yuriydi? So'radi Solih Durg'a. Nima qilmoqchi de? Liu Sijangning qo'ltiqiga kirib olib, qumulga patmay yuriydi. Uning mansibi yana o'sadigan o'xshaydi. Endi biz qumulliqlar dadisining tayini yo'q ashundoq bir chirkinning qo'liga qoladigan o'xshaymiz. Aslida qumulni so'rashqa o'zlardek erlar loyiq edi. U shu gaplarni qilib o'tib, yer ostidan Solih Durg'aning chiroyiga qarab qo'ydi. Solih Durg'a uning gapiga pisand qilmay, bir xilda qadam tashlab ketib o'tib, mundoq dedi. Voy Durg'am, olqonchilik keladigan shopilni so'rayolmay, elning beshiga shuncha deshivorchiliklarni keltirgan mendek odam qumulni so'rashqa qandoq loyiq bo'lay? Bu nima deganlari? Janji Isaning adibini berganlardan keyin o'zlarini bilmaydigan kishi qolmadi, dedi Abdurahim Durg'a. Ondan chiroyiga soxta kulki yugurtib, so'zini davomlashtirdi. Do'stlar turmoq, dushmanlarmi o'zlariga qoyil bo'pti. U kuni Liu Sijang mendan Solih Durg'ani tonimsiz deb so'radi. Tonimaychi desam, qumulda uningchilik yo'qkan. Bu ma'lumotlar bisilsa, 12 tog'ni Solih Durg'a so'risi bo'g'dak dedi. Aqlli kishi kelgan omadni neri to'r deb ittirib etmaydi Durg'am. Yo'qsa, men 12 tog'ni so'rashqimi heris emasman.
El yurt, jabr zulm ko'may, aram xudo o'sila, mana shu yetidi. Ha, belli. El yurtning jabr zulm ko'masligi uchun o'zlaridek erlar kerak. Do'rg'am, bu gaplarni qo'ysila. O'zlar pichandan qandoq qilib yenib keldilar. Liusijang o'zlarini pichanga pog'lagan emasmi? Shuni eslatchi. Mana, endi gapning qiziqini anglaydigan bo'ldilar. Liusijang meni qichqatib kelib mundaq dedi. Biz sizni kechirim qildik. Burunqidek do'rg'i bo'lsiz. Sali do'rg'i bilan Abduniyoz Murabboshliq hamma qo'zg'olonchilarni mo kechirim qilamiz. Netchigoqdan elning dardiga yetmabdimiz. Qumulga van qo'yg'ili bo'lmaydi. Yurtni sizlarga o'xshash puhrolardan chiqqan gerlik mo'tabarlar so'risi bo'g'idek. Siz berib Sali do'rg'ilarga ayting. Hukumat bilan yarashsa, 12 tog'ni shularning o'zi so'raydi. Qurolni topshirsalar, biz hech qanday qishqa aralashmaymiz. O'zlaza bizni ahl bo'lishga da'vat qilg'ili ketdi keladi-da. Mundaq deydigan bo'lsalar, hozirlar bu yerdan ketsinlar. Qaymisilar do'rg'am. Men unda qishqa kelmadim. Bayili aytdim-ku. To'qsin po'ganning qor yuzlik qilg'inini anglab, har qaysilaridan ko'ngil so'rg'im keldi. Meningmi niyatim har qaysilariga o'xshash. Hammamiz bir sabdosh. Bo'lmasa Liusijang meni pichangga bog'lamdi. Biz bilan sabdosh bo'lsalar, qo'llariga qurol ilib, jangga kirsalar, dedi Qosim polvon uningga qaramay turib. Lozim bo'lsa, qurolni ilayverman polgan. Men qo'limga xini yiqib olganim yo'q. Bo'ltirlar qo'lga qurol ilib qo'zg'alayli degan Abdurahim, mana men shu. Yo'lbos degan toz cheqimchilik qilmagan bo'lsa, shu chaqdalar ishni boshlab o'tdik. Endi bara qon to'kmaymi, maqsadga yetkili bo'ladi ekan degan xiyolga kelib qoldi. Elimo har qaysilari nima desalar, yo'q demayman. Sali Do'rg'a bir nima deyishga tamshilayotganda, Charlash qismidagi yigitlardan ikkisi otlarini choptirgan peti ularning oldiga kelib to'xtadi va otdan sakrab tushib, Shingshingsha tarafdan 10 horviga qurol yaroq bosgan cheriklarning Qumul tarafga monganligini xabar qildi. Harvalarda qanchalik cherik bor ekan? Har bir harvada 3-4 ta cherik borligini ko'rdik. Xudo beribdi. Men hozirli yo'lga chiqay. Qandoq deydilar Do'rg'am? Qosim polvonning bu gapini anglab, Sali Do'rg'a sal o'ylanib qoldi. Bu obdan o'ldi ekan. Har holda ehtiyot bilan ish qilurlar. Jiqroq odam ilib-ilisizlar. Qosim polvon shu oqshimi yaxshi otlarga mingan 3 yigit bilan yurib ketdi. Abdurahim Do'rg'a u yon o'rilib, bu yon o'rilib, kechicha zodali uxlayolmadi. Zoda qanday qilish kerak? Bu seriq soqol tarsa oson gap yeydigandek emas. Buningga qaraganda Abduniyozni indiki keltirmak o'ng'ayroq o'xshaydi. 12 taqqa bosh bo'lasan desam. Shundoq. Amal mansabga kim omroq emas. U xo'ja Niyozdan qizg'inib bo'lsa-mu, ma'qul deb tashlaydi. Ammo uning qishig'i berishga vaqt ketadi. Uzun soqol Qosim polgonning 10 harv yaroqni ilishga ketayotganini bilib turib, bu sodidan quruq qolsam bo'lmas. Atki quyruqdan bugungi o'pga afzal emasmi? Agal, bu fursatni g'animat bilishim kerak. U oshunda xiyollar bilan tongni otqizib, atiganlik choy vaqtida "Xo'sh, Do'rg'am, men mo shaharga yanay" deb Sali Do'rg'adan ruxsat so'radi va Sali Do'rg'aning bir 2 kun turib kelsinlar degeniga unamay darhol yo'lga chiqdi. U ketib qolgandan keyin Sali Do'rg'a bir nimadan ansirgandek bo'lib, darhol 15 yigitni Qosim polvonlarga yordamga mangdirdi. Qosim polvonlar Shingshingsha yo'lida 2 kun iz qo'g'lab yurib, 3-kuni atiganda shaharning taxminan 25 kilometr sharqi janubidagi Qormuxti degan yerda yiliqi horvalarning qarsini ko'rib qoldi. Cheriklar shimoliy tarafi yo'lg'ulliq qum barxanlari, janubiy tarafi sho'rtanliq sozliq bilan qoplangan bir xarobadan oldidagi o'ymonliqda ot horvalarini qechishayotdi. Birdala qum barxanlari orasidan nutq ovozlari anglanib qoldi. Cheriklar o'zini o'ngshab bo'lguncha o'q yomg'irida qoldi. Ular huduqib ketib, kimga qartib etishni bilmay qarsiga o'q chiqardi. Ba'zilari ot ilib qechib o'rilib tushgan horvalarning ostida qoldi.
alaqsada bo'lib qochqanlarga texmo oson o'q tegdi. Shundoq qilib, yarim soatga yetar yetmagan vaqt ichida 30 dan ortiq cherik jinidan judo bo'ldi. Ularning orasida yardarlarmi bor edi. Kun nayzi bo'yi ko'tarilganda, qonga bo'yalgan bu o'ymonliq jimjit bo'lib qoldi. Ikki yigit qochgan ot uloqlarini tutib kelib, g'animat elingan qurollarni yig'ishtirdi. Yana bir yigit Qosim polvon bilan jasadlarni oralab, miltiqlarni yig'ib yurganda, yenikirak yorilib yotgan bir cherik qo'lidagi mavzirning takkisini besivatdi. Orqa-orqadan etilgan 5 tal o'q u yigitni yiqitdi. Qosim polvon g'azablanib, hech qaysini tirik qo'ymaslik uchun jasadlar orasidan yordorlarni oqtirib yurganda, shahar tarafdan 100dak cherik ot choptirib keldi. Birdamlik qattiq etishvozlikdan keyin 20dak cherik otdan g'ulab tushdi. Qosim polvonning o'zining ikki yigiti bilan qazo topdi. O'g'irlarning kallasini kesib kelinglar! deb varqirdi cheriklarning boshlig'i qo'lidagi qilichni shiltib turib. Bir cherik o'ngdisiga so'zilib yotgan Qosim polvonning maydisiga dasigan holda uzun soqolidan tortib turib, beshini shart qilib kesib oldi. Yigitlarning birining bosh so'ngi titilib ketganlikdan qolgan ikkisining beshi kesib olindi. Ondan cheriklar shahar tarafga ravon bo'ldi. Sali Dorg'i tarafdan yordamga avatilgan yiliqi 15 yigit Qosim polvonlarni hech yerdan topolmay yurganda, top yeydigan ucharliqlarning boyiqi o'ymonliq ustida ansizlik bilan qoqildab yurganligini ko'rib qolishdi-da, darhol shu yerga ot silishdi. Ah, nima degan dahshatli manzara. Top sarlar, qag'u quzg'un, sig'izqalar chali ko'milib qolgan cheriklarning ko'zlarini cho'qib, uchay beg'irlarini chuvib, taraf-taraflarda so'rishib yuradi. Ba'zilari o'lja talishib, bir-birini cho'qiydi. Shu arada yigitlarning biri ko'milmasdan tashlab qo'yilgan ikki jasadning putidagi cho'riqini ko'rib qoldi va ularni kiyim-kechaklaridan to'nib, hamrohlarini chaqirdi. Izlash natijasida Qosim polvon bilan yana bir yigitning boshsiz jasadi tepildi. Yigitlar yig'izlar bilan bu jasadlarni bir tub qeri yo'lg'inning tuviga qator qilib ko'mib qo'yishdi. Tinch yillarda Xinjiang bilan ichki o'lkalar o'rtasida qatnab turadigan savdo karvonlari uchun muhim o'tang bo'lgan bu o'ymonliq endi bir qabristonlikqa, to'g'risi qon purab turadigan qushxonaga o'xshib qolgan edi. Afsuski, qushxonalarda odamlarni emas, mollarni so'yadi. Mollarni so'ygandimi, ularga bo'lgan g'azab, o'shlik, adovat va qisos hirsi bilan emas, faqat to'yinish ehtiyoji uchun so'yadi. Bu yerda bo'lsa, odamlar mollarni emas, bir-birini so'yishdi. So'ygandimi, qo'rsoq to'ydirish ehtiyoji bilan emas, bir-biriga bo'lgan g'azab, o'shlik, adovat va qisos hirsi bilan so'yishdi. Bu nima uchun? Nima uchun odamlar orasida mushundoq dahshatli fojialar yuz beradi? Bayatdan beri bu fojiaga shahid bo'lib turgan ovu egiz tog'lar, mavu qum barxanlari, qeri yo'lg'unlar, sho'rtangliq sosiqda agib eqiyotgan buloq suvlari yoki shoxlari sangilab turgan ovi yolg'iz sugat nimalarni o'ylayotdi ekan? To'g'ri. Bu narsalarda ong idrok bo'lmagani uchun ularni bu haqda biror narsa o'ylaydi deyish mumkin emas albatta. Lekin yer zaminning xalqisi bo'lgan inson bunday ahvollar to'g'risida o'ylamasligi mumkinmi? Zodi bunday fojialarning tub sababi nima? Buningga zodi kim javobgar? Atsi Loching shahrining odam ko'p qatnaydigan darvozasi, ya'ni g'arbiy darvozasining g'ishdan qo'pirilgan aytmisiga 3 kesik bosh qator qilib esib qo'yildi. O'ttirsidagi
uzun saqiliga qon uyib, ikki ko'zi ochiq biti qetib qolgan Qosim polvonning beshi edi. Onunga qarab tashlagan kishining badani sovuq suv sepilgandek shurkunib ketadi. Shuning uchun bu darvozadan qatnaydigan kishilar mumkin qadar onunga qaramaslikka tirishadi. Liu Sijangning yaqin mahramlaridan Wang Fuguanning yosh ayoli diqqatsizlikdan onunga qarab tashlab 4 oylik bo'lgan bolasi tushib ketdi. Shundan keyin Wang Fuguanning qaynotasi boshliq mo'tivar kishilar ko'ngilga dahshat soladigan bu kesik boshlarni elib o'tish to'g'risida Liu Sijangga iltimos yozdi. Wang Fuguan bu iltimosni Liu Sijangning o'z qo'liga tekkizish uchun shu oqshimala uning qishig'iga kirib ketayotganda Abdurahim Dorg'a bilan Bo'sog'ida uchrashib qoldi. Abdurahim Dorg'a Wang Fuguanga hijib qo'yib, o'z yo'liga ravon bo'ldi. Liu Sijang iltimosni o'qib bo'lganda, Wang Fuguan homildor ayolining bo'yidan ajrab ketganligini qo'shimcha sifatida bayon qilishga boshladi. Liu Sijang bu gapni anglab, qaqoqlab kulib ketdi. Biroq uning bu kulkisi shu oqshimala yig'iga aylandi. Bu yig'ining sababi Urumchidan kelgan bir parcha jiddiy telegramma edi. Bu kunlarda Qumul va Borgul tarafdan g'arbiy taqlarga hujum qilgan cheriklarni qattiq zarbaga uchrab, qo'zg'olonchilar sepi kun sayin kengaymoqda edi. Borgul taqlaridagi qozoqlarmi G'arib degan kishining boshchiligida qo'zg'olon ko'tarib, Abduniyaz Mirab bilan Xo'janiyaz hojilarga yaqindan moslashmoqda. Shadu qulubga o'xshib ketadigan uzun tura Jinshurin Liu Sijangning ozkam 3000 kishilik muntazam qo'shin bilan bu qo'zg'olonni besib turolmaganiga koyib, nima qilishini bilmay turganda, Gansudagi ko'z quloqlardan Majungyingning Qumul qo'zg'olonchilarining taklifi bilan Xinjiangga qarab yo'lga chiqish oldida turganligi to'g'risida jiddiy xabar kelib qoldi. Bu xabar Jinshurinni aloqsadi qiladi. U bu umidsizliklarning hammasini Liu Sijangning bo'shanligidan ko'rib, uning o'rniga Zhu Ruishi deganni qo'mondan ham Qumulning valisi qilib belgiladi. Bu haqdagi buyruqni atayin kechiktirib, Zhu Ruishining Qumul shahriga kiradigan ketisiga o'zgartib, Liu Sijangga telegramma orqali avatgan edi. Yuqorida aytganimizdek, Liu Sijang qaqoqlab kulayotganda, yosh bir mahram ana shu telegrammani uningga topshirdi. Liu Sijang o'zining vazifadan qoldirilganligini uqib, hushidan ketdi. Hurmatli radio anglovchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan Simin nomli tarixiy romanining birinchi qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Abdurahim Dorg'a ilishangü, saqal burti kilishangü, 5000 sar kumush pasa, cherik sayon ingshangü. 5000 sar kumushni yab,